Bu o'sha sizlar bilgan tuyoq emas bu. Bu cho'chqa tuyog'i. Bundan xalades qilib bo'lmaydi lekin. Avvalambor assalomu alaykum aziz YouTube obunachilarimiz. Bugungi video nomidan ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan birgalikda Xitoyda ro'zg'orlikka ketadigan rasxodlarni hisoblab chiqamiz va O'zbekiston bilan solishtiramiz. Hozir kiradigan do'konimiz boshqa do'konlarga o'xshagan yoki bozor emas. Bu shunchaki korzinka, O'zbekistondagi korzinkaga o'xshagan bitta do'kon. Narxlarni shunga qarab turib moslashtiramiz. Va shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bu uyimizga juda yaqin bo'lganligi uchun biz deyarli har kuni shu yerdan bozor qilamiz. Bozorlarga bormaymiz. Balki kartoshka, sabzi, boshqa narsalar bozorlarda arzondir, lekin biz shu yerdan olamiz. Xo'p, sizlarga narxlarni ko'rsatib boramiz va har bitta narxni O'zbekiston summasi bilan solishtiramiz. Qanunda ketdik, ichkariga kiramiz. Agar siz shu yaqin oralarda Xitoyga kelmoqchi bo'lsangiz va yoki talaba bo'lsangiz, Xitoyga kelmoqchi bo'lsangiz, ushbu video juda ham sizlarga foydali bo'ladi, chunki siz narx-navolarni o'rganib olasiz va deyarli bir oyga misol uchun qancha rasxod qilinadi, shu narsalarni o'rganishinglar mumkin. Do'konga kirgan paytimizda ko'rishinglar mumkin. Bu yerda o'sha pardoz uchun kerak bo'ladigan narsalar bor va e'tiboringlarni bir narsaga tortmoqchiman. Bu yerda pardozinglarni olib, o'zinglar mana bu yerda o'tirib bemalol sinab ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda o'tirib bemalol sinab ko'rishinglar mumkin. Keyin bu do'konning yaxshi tarafi ba'zi bir narsalari bor. Avval sinab ko'rib, keyin bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bilmasdan turib sotib olmaysizlar. Bemalol avval ishlatib ko'rasizlar. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, keyin sotib olishinglar mumkin. Narxlarni ko'rsatamiz. Yoz paytida bilasizlar, O'zbekistonda hozir chivinga qarshi juda ham ko'p narsalar sotiladi va Zoom marketda ko'rgandim, juda ham trend bo'lgandi. Elektron chivin o'ldirgichlar. Narxlarini ko'ramiz. 39 ekan, 26 ekan. Va mana bunday narsalar rosa ko'p ishlatiladi O'zbekistonda. Xitoyda ham bor, 15 yuan ekan. Bularni albatta ham har bittasini narxlarini ko'rsatamiz. O'zbek so'mida va dollarda qancha bo'lishini. Kelinglar endi ichkariga kiramiz. Ichkariga kirgan paytimizda kir yuvish uchun ishlatiladigan parashoklar birinchi keladi. Gellar, parashoklar, yumoshlar, xullas shunaqa narsalar. Xo'p, biz yaqinda mana bundan oldik. 30 yuan ekan. Hozircha yaxshi, yomon emas. Chunki kiyimlarni yuvib ko'rdik, tajribadan o'tkazdik, yaxshi. Kelsanglar, sizlar ham xuddi shundan olsanglar bo'laveradi, bemalol. Xo'p, O'zbekistonda o'sha mashhurlardan biri, balki mashhur emasdir, lekin men ko'p ko'radiganlarimdan biri Tide. Bu yerda 25 yuan bor ekan, 35 yuanlisi bor ekan, 21 yuanlisi bor ekan. Mana bunaqa gel holatdagisilari 16 ekan, 16.8 ekan. Omo menimcha O'zbekistonda ham bor. Omo 17.9, 18, 11 atrofida ekan. Ko'rishinglar mumkin. Menimcha qolgan hammasi Xitoy brendiga asosga. Qanunda ketdik. Uzu marketda yaqinda ko'rdim mana shu narsani ham. Rosa kapsulalar chiqib ketgan edi. Ko'rishinglar mumkin 26, 29, 20 yuan ekan. Mana shu kapsulalar ham O'zbekistonda juda ham yaxshi ketyapti shu oralar. Bugun qizim bilan birga chiqamiz. Qizim bilan birga narxlarni sizlarga obzor qilamiz. Mana bu yerda shotkalarimiz bor. Sizlarga ularni ko'rsatamiz. Narxlari qanaqa? Xo'p. Colgate bor ekan. 29.9, ya'ni 30 yuan ikkitalisi. Bunisi 18 yuan ekan. Xo'p, bittaliklari 13, 11 yuanlisi bor ekan. Mana bu ikkitaliklari eng arzoni menimcha shu. 10 yuan ekan. 5 yuandan tushadi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, pastalarni sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Colgate kattasi 18 yuan ekan. Bu yerda O'zbekistonda
Bor, faqat Cowgoyd bor ekan xolos. Boshqalari menimcha doktor bormidi bilmayman, lekin bu 13 yuan ekan. Qani unda ketdik. Xo'p, shampunlarni ko'rsatamiz sizlarga. Kelinglar, shampunlar mana bu yerda. Xo'p. Clear 44. Xo'p, mana bunaqalari ham 44 ekan. Eng kichkinalari 26. Pantene bor edi, shu yaqin orada mana bu yerda bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, 40 yuan. Mana bu yerda kichkinalari bor ekan. 22 yuanlar. Ana shunaqa narxlar. Ketdik. Ichkariga kiramiz, ichkarida narxlarni ko'rsatamiz. Hello. Say hello. Mana shunaqa narxlar. Xitoyda bitta narsani aytaman. Qayerga borishimizdan qat'iy nazar, bozorga boramizmi, ko'chaga aylanishga boramizmi? Xitoyliklar Hadichani juda ham yaxshi ko'radi va Hadicha ham xitoyliklarni yaxshi ko'radi. Qizig'i, chunki qachon xitoyliklarni ko'rsa, qo'lini bunday qilib bay qiladi, chapay qiladi. Ularga agar ketib qoladigan bo'lsa, o'zidan uzoqlashadigan bo'lsa, baqirib chaqirib oladi. Deb baqiradi. Hadichaga Xitoy yo'qdi, ya'ni. Xo'p, kelinglar sizlarga shirinliklardan boshlaylik. Shirinliklarni narxlaridan boshlaymiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda turgan shirinliklarning barchasi. Xo'p, 19.8. Endi e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu yerda ko'rsatyapti yarim kilosi. Bu 1 kilo emas. Ko'p kishi Xitoyga kelganda shunda adashadi. 1 kilo narxi deb o'ylaydi, yo'q. Bu yerda hamma narsa yarim kilo sotiladi. Kartoshka, sabzi, go'sht, hamma narsaning narxi faqat yarim kilolik narxini yozib qo'yadi. O'ylamanglar, misol uchun bu narxlarning hammasi 1 kiloga, yo'q, hammasi yarim kilo uchun yozilgan narxlar. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Xitoyga kelmoqchi bo'lganlar. Ajoyib narsalarni ko'rsataymi? Mana shu nima? Menimcha baliq bu, quritilgan baliq. Shunaqa quritilgan narsalarni ham sotishadi mana. Qanaqadir hasharot bu ham. Qizig'i 30 yuan ekan. Yarim kilosi 30 yuan. Mana boya aytdim, baliq deb. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana baliqning dumi. Bu yerda chaqchuqlar bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Chaqchuqlarning ham turlari juda ham ko'p. Men misol uchun ba'zilarini bilmayman. Mana banan ekan, quritilgan banan. Bular o'zimizning o'sha danaklar. Faqat menimcha bu qovunniki. Chunki boshqaga o'xshamayapti. Mayizlar bor ekan mana. O'zimizning mayizlar, faqat har xil mayizlar, ranglari har xil. So'z isboti bilan deganimdek, mana yana xitoyliklar Hadichaga qarab hamma kulgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu menimcha sliva bu. Quritilgan sliva bo'lsa kerak. Mana bu o'rik. O'rikka shunaqa kesib qo'yishgan. Mana bu mango, quritilgan mango. Mana bu yerda sizlarga kilolab berishadi, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Tayyor qilib berishadi, chiroyli qilib. Xo'p, mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, storieslarimda ham qo'ygandim. O'zimizning bayroqlarimiz bor. O'zbekistonning bayrog'ini ham ko'rsatgandim shu yerda. Ya'ni bu biz yashayotgan joyda chet elliklar ko'p bo'lganligi uchun nima desa bo'ladi? O'zlarining uylaridek his qilishlari uchun mana shunaqa bayroqlarni ham osib qo'ygan. Mana O'zbekistonning bayrog'i. Xo'p, popkornlarimiz bor ekan mana bu yerda. Popkornlarimizning narxlari
10 yuan. Mana shu qutisi bilan 10 yuan ekan. 18 ming atrofida bo'ladi menimcha. Oreo'larning Xitoy varianti 13.40. Xuddi korzinkalarga o'xshab, bu yerni o'zini ham misol uchun pishiradigan joylari bor. Ko'rishinglar mumkin, bakery'si bor. Mana bu yerda non, boshqa narsalar, shirinliklar pishirishadi. Bu yerga kelganingizda uyga kerak bo'ladigan, o'sha doimiy ishlatiladigan hamma narsani bitta joydan bozordan qilib ketsangiz bo'laveradi. Bemalol hamma narsani topsangiz bo'ladi. Hozir sizlarga yana bitta zo'r narsani ko'rsataman. Men o'ylardim, o'shanaqa narsalarni Xitoyda topish qiyin deb, bo'lsa ham faqat bozorlarda, ba'zi joylarda bo'lsa kerak deb o'ylardim, lekin bu yerda ham bor. Shunda videoni shu yerda to'xtatinglar va like, podpiska bosishni unutmanglar. Chunki biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sizlarni ham ozgina qo'llab-quvvatlasanglar, Xudo xolasa bundan ham chiroyli kontentlarni chiroyli joylarda olishga harakat qilamiz. Aynan mana shu yer. Ko'rishinglar mumkin. Mosh. O'zimizni bilgan mosh. Ajoq narsalar men o'ylardim, Xitoyda topish qiyin bo'lsa kerak deb o'ylardim, lekin yo'q, mana topsa bo'lar ekan bemalol. Mana bu menimcha ba'zi insonlar yeydigan tuproq deydimi, nimadir deydi. O'sha toshmi nimadir. Ba'zilar yeydi shuni. O'sha. Menimcha bu navot. Biz o'zimizning navotlarimiz. Loviyalarimiz bor edi shu yerda, adashmasam. E'tibor bersanglar, mana har xil qilib aralashtirib qo'yishganda bular. Mosh bor, grunch bor. Ichida nimadirlari bor, loviyasi bor. Mana bu endi qorasi bilan aralashtirib qo'yishgan. Ajoyib narsalar. Mana bu yerdagi giyohlarni ko'rishinglar mumkin. Agar bu videoni onam ko'rayotgan bo'lsa, onam har doim aytadilar, Xitoydan menga yaxshi giyohlarni topgan dedilar. Bu giyohlar qanaqa nima bilmayman, lekin doim bo'ladi. Videolarimni doim onam birinchi ko'radilar va birinchi kommentariyani onam aytadilar menga. Kommentariy ham shulardan iborat. Soqoling uzayib ketibdi, sochingni kaltalat, govdangni ko'tarib gapir. Chunki onalar bilishadi, xatoingizni, kamchiligingizni bittada bilishadi, eng yaxshi bo'lishingizni xohlashadi. Mana bu yerda yong'oqlar ham bor. O'zimiz yong'oqlar. 17 yuan ekan. Yarim kilosi 17 yuan. Menimcha O'zbekistondan arzon deb o'ylayman. Mana shuni bilganlar kommentariyaga yozsin-da. Mana shu narsani bilganlar kommentariyaga yozsin. Narxi 8 yuan. Qiziq narsalar bor mana bu yerlarda, mana. Qalampirlar. Va mana bu yerda quritilgan bular baliq bor. Va mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, o'sha kichkina baliqlar. Quritilgan baliqlar. Har xil ta'mlisi menimcha bular. Xo'p, kelamiz. Tuxumlarga kelamiz. Tuxumlarimiz 20 yuandan boshlanar ekan, 20, 26 va 23. Bu 30 talik tuxumlar. O'zbekiston bilan bir xil, ya'ni yarimta emas. Hop, qiziq narsalardan yana bittasi bu bananlar. Bananlarimizning yarim kilosi 7 yuandan ekan. Ko'rishinglar mumkin, yarim kilosi 7 yuan. Kelinglar, shu yoqda sizlarga qiziq bitta narsani aytib beraman. Kechagina
ayolim bilan shu yoqdan o'tib ketayotgandik. Ayolim aytdiki, bu yoqda tuyoqlar ham bor ekan, o'shalardan ovqat qilsak, xolodeslar qilsak zo'r bo'ladi deb aytdi. Keyin men aytdimki, Uyg'urlardan o'zim olib beraman, halol joydan o'zim olib beraman deb aytdim-da, e'tibor bermadim-da, keyin shuni qarasam bu yoqda tuyoqlar sizlar o'ylagan tuyoqlar emas-da, cho'chqa tuyoqlari ekan. Kelinglar ko'rsataman. Bu o'sha sizlar bilgan tuyoq emas bu. Bu cho'chqa tuyog'i. Bundan xolodez qilib bo'lmaydi lekin. Buni o'shalar o'zinglar uchun bilib qo'yinglar-da. Yana kelib ovqat qilamiz deb o'ylamanglar. Go'sht masalasi Xitoyda ozgina muammo, faqatgina Uyg'urlar bor joylarda olsanglar, o'shalar halol sotishadi va masjidning oldida bor halol go'sht sotadigan joylar. Lekin misol uchun kartoshka, piyoz, boshqa narsalarni bu yerlardan ham olsanglar bo'laveradi. Yana bitta qiziq joyi, tovuqlar. Tovuqlarning masalasiga keladigan bo'lsak, ko'ringlar-da, hammasining kallasi boshida turibdi. Kallasini birontasini kesilmagan. Qora tovuqimiz ham bor. O'zbekistonda qora tovuqni ilgi deb o'ylashadi, shifobaxsh. O'rdak bor, boshi uzilmagan u ham. Kallasi bilan sotishadi. Ketdik. Qizim o'rtada qolib ketdi. Xitoyda mana shunaqa narsalarni berishadi bolachalarga, bilgiga kelsangiz, do'konga kelsangiz. Bugun opa nimagadir bermayapti. Bundan bermayman deyapti. Lekin odatda beradi. Xo'p, pishloqlar narxiga keladigan bo'lsak, mana bu biz ishlatamiz shunda. 30 yuan. Yaxshi. Bu ham. Xo'p, O'zbekistonda borlardan ko'rsataylik. Bu 24.9, ya'ni 25 yuan. Bularga baqlajonlar narxlari xo'p 5 yuan kabachkili 5 yuan ekan, baqlajonlar 2 yuan ekan, arzon. Mana shuni ukuni pishirib berdi. Qizil kartoshkaga o'xshar ekan, bizning qizil kartoshkamizga o'xshar ekan. Narxi 12 yuan. Va ukuni yeb ko'rdim, juda ham shirin. Mazasi juda ham shirin. Shunda bug'da pishirib beryapti, mazasi haqiqatan ham juda ham shirin. Boya kirishda aytdim sizlarga, bu yerda misol uchun ta'mini ko'rsanglar bo'ladi, bemalol. Mana bu yerda ilgisi bor ekan. Shu o'zimizning kartoshkaga o'xshaydi, qizil kartoshkaga. Juda ham shirin. Juda ham shirin. Hop, kartoshkalarga keladigan bo'lsak, kartoshkalarimizning narxi 3 yuandan ekan, yarim kilosi 3 yuan. Hop, sabzilarimizning ham narxi 3 yuandan, bir xil. Hop, bu yerda qovunlarimiz bor. Qovunlarimiz 8 yuandan ekan, tarvuzlarimiz 5 yuandan. Xo'p, bu yerda bodring juda ham ajoyib. Mana shunaqa katta bodringlar bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 3 yuan bu ham bodringlarimiz. Yarim kilosi. Pomidorlarimiz ham narxlari xuddi shunaqa, 3 yuan. Endi so'rashinglar mumkin, o'zimizga o'xshagan pomidor bodringlar yo'qmi, bodringlarning o'shaqa kichkina varianti yo'qmi? Bor, undan ham bor. Uni ham ko'rsatamiz hozir sizlarga. Xo'p, ular lekin qimmat yurishadi. Ha, ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa qo'yib qo'ygan. O'zimizning bodringlar. Narxi 8 yuan ekan. Bizning semichka yog'larimiz 40 yuanda. Bu qancha lisi ekan? 1.8, ya'ni deyarli 2 litrlisi. 40 yuan. Ko'rishinglar mumkin, semichka yog'i.
Jo'xori yog'i bor. Baliq yog'lari bor. Xo'p, videomizni davom ettiramiz. Sizlarga guruchlar narxlarini ko'rsataman hozir. Guruchlarimiz ham narxlari bu yerda arzonmi, qimmatmi sizlar yozasizlar. Kommentariyaga albatta yozinglar. Xo'p, mana bunday guruchlarimiz 45 yuandan ko'rishingiz mumkin. 45 yuandan. Bu 5 kilolik guruchlar ekan, 5 kilolik guruchlar. Mana bu yerga namunasini ko'rsatib qo'yganda, mana shunaqa ko'rsatib qo'ygan. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi, ichida qanaqa guruch chiqishini. Xo'p, mana bulari 99-100 yuan ekan. Bular ham 10 kilolik, bular 10 kilolik guruchlar. 10 kilolik guruchlarimiz bor. Xo'p, un ham qayerdadir bor edi. Unni ham hozirlarga ko'rsataman. Un bor edi shu yaqin atrofda. Odatda kamroq olamiz guruchlarni. Biz oladiganlarimiz shu 1 kilo, 1,5 kilolik guruchlar bo'ladi. Chunki biz 2 kishi bo'lganimiz uchun uncha ko'p guruch ishlatilmaydi. Xo'p, mana buni ko'rishingiz mumkin. Mana 15 yuandan. 15 yuan. Bu qatiq bu, o'zimizning qatiq. Kattasi 24 yuan ekan. Kichkinasi 15 yuan. Lekin mana shu qatiq yaxshi. Mazasi ham o'zimiznikiga o'xshaydi. O'zimiz sotadigan qatiqlarga o'xshaydi. Xo'p, bu yerda pitssalar tayyor. O'zingiz isitib pishirasiz. Xo'p, endi biz bundan olmaymiz, lekin chuchvaralar bor. Narxini ko'rsatib ketay. 22, 23 atrofida to'g'ri keladi. Yogurtlarning narxlarini ko'rsataman hozir sizlarga. Xo'p, mana shu yogurtimizning turishi 10 yuan ekan. Bulari 12, mana bulari 14. Mana shundan ukini olib ko'rdik. Yaxshi, tamam. Xo'p, Xitoyda mahsulot olayotgan paytingizda albatta tarkibiga qaranglar. Tarkibi agar xarob narsasi bo'lmasa, olishingiz mumkin. Endi spirtnoy, cho'chqa yog'i yoki qanaqadir jelatinlar bo'lmasa, olib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Lekin albatta tarkibiga qaranglar. Tarkibida boshqa narsalar bo'lmasligi kerak. Xo'p, kolalarning narxlarini ko'rsatay sizlarga. Kichkina kolalar 0,5 kolalar 3 yuan. Fantalar 3,9, ya'ni 4 yuandan. Kattalari, Pepsi kattalari 14 yuandan ekan. Xo'p, mana bu yerda anaqa skidkalar bo'ladi. Misol uchun ikkitasi korzinkalarda ham bo'ladi-ku, xuddi shunaqa. Ikkitasi o'shanda 1 litrli kola va 1 litrli apelsin suvi. Xo'p, 12 yuan. Mana shunaqa. Va bu yerda qiziq bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerda обычный kassalar bor. Va bu yerdan o'tib, mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, bu yerda o'zingizlar to'laysizlar. Tanlaysizlar nimalar ishlatishingizni, olgan narsalaringizni o'qitasiz va o'zingiz pulini to'lab ketib ketaverasiz. Qo'limdan kelgancha sizlarga bugun Xitoydagi magazindagi narxlarni ko'rsatishga harakat qildim. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, poddershka qilinglar, like, komment bosishni esingizdan chiqarmanglar. Xudo xolasa bundan ham chiroyli videolarni sizlar uchun olishni va Xitoy hayotini sizlarga yoritib berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Va yaqin orada sizlarga surprizimiz bor. Tayyor bo'lib turinglar. Sizlar kutmagan joyda sizlar bilan birgalikda kontent olamiz inshaalloh. Biz bilan bo'linglar. Like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Ketdi.